Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yana sizlar bilan Atyocho kanali. Bilamiz, so'nggi paytlarda multiradarlar bizni tark etdi va hammamiz juda ham xursand bo'lgan edik. Lekin shu bilan birgalikda O'zbekistonda hozirda statsionar radarlarning soni ko'payib bormoqda va shu sababli haydovchilarda jarima miqdori ko'payib bormoqda va albatta radar detektorga talab ham ortdi. Xo'sh, albatta bundan ko'plab tadbirkorlar unumli foydalanishi mumkin va sizga har xil takliflar bilan, ya'ni arzon bo'lgan 1 milliongacha 8 ming, 700 minglik mahsulotlarni sizga taklif qilib, bizning mahsulot ishonchli va albatta siz bizdan xarid qilsangiz deb yetkazib berish bepul va siz radar detektorini xarid qilganingizdan so'ng, qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz deya marketing usullari bilan sizni aldamoqda. Chunki o'zimga bu videoni olish niyatim yo'q edi. Anchadan beri video qilganim ham yo'q edi. Sababi menga juda ham ko'plab qo'ng'iroqlar va o'zimning shaxsiy xabarlarimga yozuvlar ko'paydi. Nima ekanki, radar detektor xarid qilgandim, radarlarni aytmayapti. Buni qanday proshivka qilsa bo'ladi, qanday yangilasam bo'ladi deyshadi. Men ularga oddiygina qilib, sotib olgan radar detektoringiz shunchaki bittagina uyingizga bir suvenir sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Bu O'zbekistondagi radarlarni aniqlamaydi. Bugun men sizlar uchun 3 xil turdagi radar detektorni tayyorlab qo'ydim. Bugun shularni ko'rib chiqamiz, hammasini tushuntiraman. Sotib olishga arziydimi, yo'qligini ushbu videoda ko'rib chiqamiz. Siz esa like bosing, obuna bo'ling, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Demak, biz boshladik. Multiradar. Ovozi ham boshqacha signal bilan multiradar deb ogohlantirdi. Bosh tomondan 600 metrni aniqlab berdi. Bu video ekstratilli modellar uchun juda ham ajoyib natijasi ham bo'laveradi. Xo'p, biz ham harakat qilishdi. Multiradar. Taxminan 400 metr bor azizlar. 400 metr bor. Tasavvur qiling, siz nechta tezlikda harakatlanib ketyapsiz. Radar bor yo'qligini bilmaysiz. Mana Esproda qarang, soatni ham ko'rsatadi, chasoni ham ko'rsatadi. Qaranglar, multiradar qancha masofada aniqlab beryapti. Multiradarga chala ancha masofa bor, yo'lni narigi chekkasi turibdi. Demak, azizlar, men juda ham ko'p inspektor starayini obzor qilganman, qanday ishlashlari, uning har bitta detallarigacha hattoki ochib ham ko'rsatganman. Hozir qo'limda mana birinchi navbatda Starayerga to'xtaladigan bo'lsak, Inspektor Starayer. Bu qanaqadir Xitoy mahsuloti emas, chunki hozirda O'zbekiston bozorida ko'plab Xitoy mahsulotlari ko'payib ketdi. Bu Inspektor Starayer esa maxsus Koreyadan O'zbekiston uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Sababi buning ichidagi mexanizmlari, funksiyalari bitta-bitta o'rganib, koreys injenerlar O'zbekistonga kelib, O'zbekistonning radarlarini, bizning iqlimimizni, haqiqatan ham iqlimimizni ham o'rganishgan. Sababi ayrim Xitoy mahsulotlar 50 gradusdan keyin ishlamay qolishi mumkin. Bizda yozda mashinaning ichida 70 gradusga ham chiqib ketib qoladi. Shuning uchun ham o'rganib, ichidagi hamma narsani ishlaydigan qilib tayyorlashgan. Misol uchun, yana inspektor ayarga to'xtaladigan bo'lsam, bunda ikkita LNA mavjud. LNA nimaligini tushuntirib o'taman. LNA bu past to'lqinli radarlarni to'lqinni kuchaytirib beradigan, ya'ni radarni signalni tortib beradigan narsa. Bunda o'shandan bir emas, ikkita o'rnatilgan. Ya'ni bir-biriga yaxshi ham yordam qilib turadi va signallarni juda ham kuchaytirib beradi. Ko'rdingizmi? Qo'shimchasiga inspektorning barcha mahsulotlarida rangli ekran mavjud. Ya'ni siz qanaqadir kichkina ekran yoki rangsiz ekran emas, barcha ma'lumotlarni rangli ekranda bemalol ko'ra turishingiz mumkin va ushbu Inspektor Starayerga 2 yillik kafolat beriladi. Oddiy qilib aytganda, Inspektor Starayerning to'liq videolari mavjud, maza qilib ko'rsangiz bo'ladi va qanaqa ishlashini bilsangiz bo'ladi. Lekin men sizga bemalol aytishim mumkinki, Inspektor Starayer agar sizga radar detektorni o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa, eng zo'r yechimlardan biri bo'lgani bu Inspektor Starayer hisoblanadi. Lekin hozirda bilamiz, yo'llarda har xil odamlar ko'paygan, har xil haydovchilar, yangi haydovchilar, DTP, ya'ni yo'l harakat xavfsizligida bo'ladigan mana yo'l transport hodisalari juda ham ko'paygan. Shuning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Video registrator kerak bo'ladi. Xo'p, video registratorli modelni oldingiz ham deylik. Ayrim mahsulotlar video registrator bo'lsa ham yaxshi yozmaydi, matritsasi yaxshi emas. Xudo ko'rsatmasin, avariya bo'lib qoladigan vaqtlarda o'sha fayl saqlanib bo'lmaydi, ya'ni miyasida yo'q, o'chib ketgan bo'ladi. Bu siz nima bu? Ayniqsa oynalik video registratorlarni nazarda tutyapman. Men sizlarga inspektorning video registratorli modelini tavsiya etaman. Qarang, qo'limda Inspektor Marlin S Pro. Nima uchun Pro deb aytilgan? Sababi inspektorning Marlin S Pro emas, S radari
Rossiyada juda ham ko'plab sotilgan. Sababi buning ichidagi protsessorlari va uning kamerasi soniy hisoblanib, video sifati juda ham tiniq va qiziqarli funksiyalar ko'p. Va albatta bizda bunga talab bo'lgani uchun O'zbekiston uchun maxsus qo'shimcha ichiga xuddi bunga LNA o'rnatilgandek, bunga ham LNA modulini o'rnatib, ya'ni radarlarning signalini uzoqroqdan olish uchun va radarlarni o'rganib, maxsus proshivkalar yasab chiqilgan. Qo'shimchasiga ushbu mahsulot kuchaytirilgani uchun O'zbekiston uchun maxsus qilib Marlin S Pro deb nom oldi. Eng yoqadigan narsasi bunda ham rangli ekran, buni ham har doimki yangi bazalari, yangi proshivkalar chiqib turadi. Eng qiziqarli fishkalardan biri bunda G-sensor borligi. Bu nimani anglatadi? Agarda baxtsiz hodisa bo'lib, avariya bo'ladigan bo'lsa, bu zarbani qabul qila oladi. Ya'ni G-sensorlari zarbani qabul qila olib, o'sha DTPdan 1 minut ilgari va DTPdan keyin bo'lgan 1 minut yoki 2 minut voqeani o'zini o'chmaydigan xotira papkasida saqlaydi. Siz uni bemalol kompyuterga qo'yib, kompyuterdan ko'rib, skachat qilib olishingiz mumkin. Va albatta qarang, ko'pchilikka hozir endi zamonaviy bo'lib ketganimizda, zamonaviy texnologiya, chunki bunda Wi-Fi yo'q, siz faqat yangilanishni ham, ichidagi fayllarni ham faqatgina kompyuter orqali bajara olishingiz mumkin. Agarda sizga Wi-Fi kerak bo'ladigan bo'lsa, unda sizga bu yechim ham bor. Inspector Mic S Pro. Buni tarixi ham xuddi shunaqa. Bu ham Rossiyada juda ham ko'plab sotilgan va O'zbekistonda ham ushbu radar detektorini maxsus ishlab chiqarib, LNA bilan jihozlanib qayta ishlab chiqarildi. Bu ham yangi mahsulotlardan biri. Va qarang, Marlinga nisbatan bu ancha kompaktliroq, bu kichikroq. Endi ko'pchilik aytadi, men ko'proq kompaktliroq, kichikroq narsalarni juda ham yaxshi ko'raman. Mashinaga xalaqit qilmaslik kerak deyshadi. Aynan shunaqa. Bunda ham matritsalari, kameralar Sonydan joylashgan bo'lib, video sifati o'ta yuqori darajada. Bunda ham G-sensor mavjud. Qo'shimchasiga qarang. Bu radar Wi-Fi bilan jihozlangan. Siz dasturiy ta'minot, ya'ni proshivkasini ham Wi-Fi orqali qilsangiz bo'ladi. Va qo'shimchasiga siz ushbu videolarni, ya'ni bo'lib o'tgan kunlik hodisa, haftalik hodisa, ya'ni qanchalik katta xotira pamyat qo'yishingiizga bog'liq, o'sha barcha hodisalarni siz mobil telefoningizdan ko'chirib olishingiz yoki onlayn rejimda ko'rib turishingiz mumkin. Ya'ni radar detektorni telefonga ulab, birdaniga ko'rib, sinab ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib radar detektorining to'g'rirog'i kombo qurilma hisoblanadi. Yana eng qizig'i, qarang, bizda mana mahsulotni olayotgan paytda o'ylashadi, bo'ldi, mahsulot oldim, menga xizmat qiladi, buzilsa birga bo'lar, o'zimizning mahallaning ustalari bor yoki men o'zim yoshligimda nimadirlarni tuzatganman, shuning uchun menda hamma narsani tuzatib olaman degan narsa bor. Avvalo, bu narsalarni buziladi, kuyadi narsa demoqchi emasman, lekin hattoki inson kasal bo'lganda, bular ham qanchadir muddatdan keyin yoki qanaqadir nimadir bo'lib buzilib qolish ehtimoli mavjud. Shuning uchun ham Inspector kompaniyasining bir emas, ikkita servis sentri mavjud, bittasi Sergelida va Toshkent Chilonzorda va yana ko'plab ochilish kutilmoqda. O'ylab ko'ring, agarda mahsulotga qanaqadir muammo tug'iladigan bo'lsa, har bittasini o'zini maxsus servisni, ya'ni garantiyasi, kafolati mavjud. 2 yil qanchalar miqdorda. 2 yil davomida oddiygina inspektor saroyini oladigan bo'lsak, 2 yil davomida mahsulotni aybi bilan radar detektor buzilib qoladigan bo'lsa, o'zini aybi bilan sizga 2 yil davomida bepul servis xizmat ko'rsatiladi. Eng qizig'i, qarang, bizda to'g'riroq inspektorda hech qachon eski narsani olib, mana buzildan qaytadan payat qilib, bu buzilib qoldi deb tuzatish bermaydi. Agar bunday qilib tuzatadigan bo'lsa, bu mahsulot yana 1 oydan keyin buzilishi mumkin va siz o'zingizning qimmatli vaqtingizni sarflab, yana qaysidir servis sentrga borishingiz kerak. Bizda esa agarda mahsulotni qaysidir joy buziladigan bo'lsa, uni o'rniga yangi detallar o'rnatib beriladi. Har bitta radar detektor aytib o'tgandek, O'zbekiston uchun maxsus ishlab chiqarilgan. O'zbekistondagi Lochin Cos, uchoqqa o'rnatiladigan Avtokon va statsionar qilib o'rnatiladigan avtokonlarni va albatta Hikvision hozirda yo'q bo'lsa ham balki qaytib qolish ehtimoli katta bo'lgan multiradarni va boshqa turdagi barcha O'zbekistondagi barcha o'zidan nur chiqaradigan radarlarni signatura bo'yicha ham aytib beradi va bazasida hozir ana inspektorning bazasida 8000 dan ziyod 9000 ga yaqin radar mavjud. Tasavvur qilyapsizmi, O'zbekistonda 9000 ga yaqin radarni bazasiga biza inspektor bazasiga kiritganmiz va u har kuni yangilanadi. Siz bemalol yangilanishlarni yangilab olib, bemalol jarimasiz harakat qilishingiz mumkin. Albatta, inspektor mahsulotlari bilan. Demak, bu hozircha qisqa obzorimiz bo'ldi. Iloji boricha hozir bularni Avtokonga test qilganimni ham yuklayman. Ya'ni 3 oyoq Avtokonga qilingan testlar ham mavjud.
ularni yuklab sizlarga qanday ishlashlarini ham ko'rsatib o'taman va albatta agar ko'proq layk yig'ilgan bo'lsa, mana shahar ichida ham qanday o'zini ko'rsatishi, mana Lochin ko'zga, boshqa avtokonga, Hikvisionga, umuman olganda barchasiga iloji boricha test qilishga yordam qilib ko'rsatib beraman. Xullas, tanlov o'zingizdan, bizga qo'ng'iroq qiling. Uzun marketda, Yandex Marketga ssilka qoldiraman har bitta mahsulotga. U yerda o'sha narxlarni ko'rib tanishishingiz mumkin yoki bizga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz, biz o'zimiz yetkazib berishlarimizgacha bor, proshivka qilib, nastroyka qilib, mashinangizga qo'yganingizdan ishlaydigan qilib jo'natamiz. Demak, menda hozircha shular. Siz esa obuna bo'lishni, like bo'lishni va izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirishni unutmang. Siz bilan Achucho jamoasi bo'ldi. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr. Xo'p, aziz do'stlar, endi navbat video registratorli modellarga, ya'ni Mac S Pro bilan bunisi Mali S Pro. Ekran buniki yarqisini pasaytirib qo'ydim, shtobi chalg'masligi uchun. Bunda yarqis to'la turibdi, bunda bitta eng pastda turibdi. Ya'ni kechqurun yurgan paytingiz istasangiz ko'tarib qo'yasiz, yo'qsa kamaytirib qo'yasiz. Xullas, oldimizda 3 oyoq avtokon turibdi. Jizzax yo'lida. Omadimni qarang, shuni ko'rib qoldim. Alohida sinamoqchi edim, to'g'risini aytadigan bo'lsa, boshqa modellarni bitta-bittadan sinayotgandim. Nima desam ekan, razoro juda ham uzoqda ekan. Shuning uchun xohlamadim. Alohida chunki qiynalib qolyapman borib kelgani. Kamida 3 kilometr, 5 kilometr atrofida ekan razoro. Tim bo'l bu katta trassa har safar razorot qilisham qulay emas, tim bo'l hozir kechqurun. Xullas qarang, mana bu yerda radar belgisi turibdi, lekin radar necha o'rnatilgani ko'rsatilmagan. Biz ancha masofadan beri harakatlanib kelyapmiz. O'zini ham ko'ryapsiz mana. Harakatlanib kelyapmiz. O'zi radar detektor qo'yganmizda avtokonni ogohlantirib kelyapti. Men komandirlar bilan gaplashganimda bu joy radar anaqa 70 ga aytilgan ekan. Bunda ham ba'zilar eski, chunki men har xil modellarni ishlatganim uchun asosan proshivkasi yangilayman. Radar detektorni bazasini yangilayman. Hozir bu yoqda mobil arena deb radarni deb ko'rsatyapti. 400 metr ekan, hali 2-3 kilometrda aniqlab tashladi. Mana avarinka yoqamiz. Okajonlar, menga chunki men moshina bunaqa zo'r moshina emas, ko'pchilik trassada yemakda yuribsan deb bim qilishyapti. Shuning uchun shunaqa vaziyatda bo'ladi. Xo'p, qaranglar, men sizlarga hozir ko'rsataman. Hali radar turibdi. O'ylaymanki, yo'q bilan Mac S Pro yopib qo'yarganda. O'ylaymanki, ko'rindi. Yana pauza qilib yaqinlashtirib qo'yaman. Endi qarang, bu maylim oldi tomondan yetarlicha masofadan aniqladi deylik. Juda ham uzoq masofadan, 2-3 kilometr aniqladi deylik. Lekin oldi tomonda, mana yo'lning narigi tomonda kimdirlar market qilib ketishi mumkin yoki o'zidan vizual ko'rib qolishingiz mumkin. Kunduzi, ya'ni kechqurun juda ham qiynalasiz. Vizual ravishda ko'rishingiz mumkin. Xullas, asosiysi orqadan turganda qanaqa bo'lardi? Xullas, gapchani qoldirishdi. Xullas, orqa tomondan ko'ramiz. Xullas kalom. Videoni uzmayman. Sizlarni qanday qilishlari uchun tezlashtirib qo'yaman. Qimmatli vaqtingiz ketmasligi uchun videoni tezlashtiraman. Xo'p, azizlar, bizda juda ham yaqinlashib qoldik, lekin orqamizdan tinmasdan market qilib kelishyapti. Hali radar detektorgacha ancha masofa bor. Men tezligini ko'rgan tasavvur qiling, siz ishlab tezlikda harakatlanib ketyapsiz. Radar bor yo'qligini bilmaysiz. Mali S Pro'da qarang, savodni ham ko'rsatadi, chasoni ham ko'rsatadi, ya'ni sanalarni ham ko'rsatadi. Xo'p, radar belgisi где-то mana bu yoqda daraxt orasida turibdi. Bu yoqda ekan. Orqamdan yaxshi salgina olishdi, tepa yo'l yo'qligini bilishdi. Ya'ni oldimdan ham mashina harakatlanib ketyapti-da. Aytgancha mashinam laboni artolmadim, tozalatib topolmadim. Atganim sari dog' urib boryapti. Xo'p. Mana hamma tezlikni pasaytiryapti. Radar detektorimiz qalichim, registratorli, mana yoyilma, ya'ni aynan shu joydan 70 ni belgilab eslatar ekan. Hop. Mobil radar 100. Bosh tomondan 600 metrdan aniqlab berdi. Bu video registratorli modellar uchun juda ham ajoyib natijasi ham bo'laveradi. Bitta orqadagi mana market qilib mana asabimni buzishgan bo'lsa ham yaxshi. Natijasidan avarinka olib qo'yamiz, chunki oldimizda radar bor degani. 600 metrda mana shakishday qilib aniqlab tashladi. Aylanib ketdi. 200 metr.
tuproqda o'ng tomonda esa anaqa. Mana men bu yoqda turibman, bilaman ko'rinishi. Radardan o'tildi. Mana sizlarga yo'l beraverib, mana endi bilganingizdek. Xullas, buni plyus tomon, ustunli tomonlardan bittasi, bunda video ekstrator, buni ustunli tomondan bittasi bu misol uchun yangilanishlarini, videolarni, pрошивкаларni o'zingiz mobil telefondan yangilashingiz mumkin, videolarni ko'rishingiz mumkin, ko'chirib olishingiz mumkin, shunaqa qiziqarli funksiyalari bor. Buni yana obzor davomida aytib o'taman. Xullas, hozircha shu. Xo'p, aziz do'stlar, ana biza testni ham endi nasib bo'lsa eson-omon boshlab olamiz va oldimizda birinchi Hikvision keladi, undan keyin 70. multiradarlar keladi. Bizga asosan multiradar tipadagi radarlarni qo'yib turamiz, asosan multiradar. Xo'p, eslatib o'taman, hozir biza Mike S Pro ni test qilyapmiz, ya'ni kombo qurilma. Unda bir emas, ham radar detektor mavjud, ham videoga yo'ldagi holatlarni video olib ketadi. Juda ham yaxshi qurilmalardan bittasi. 200 metr. Xo'p, birinchi polosiga o'tib olamiz. Ana ko'rdingiz, mana Hikvision o'zida harakatda boshlaganimizda 300 metrdan anaqa berdi, aniqlab berdi. Hozir mayda pamix berdi ozroqgina. Kameradan o'tildi. No, e'tibor bermaymiz va biz ham ultraradar harakatlanamiz. Xo'p, mana signal toza, hech qanaqa ortiqcha signallar yo'q. Hikvision. Yo'q, Hikvision emas. Multiradar. Ovozi ham boshqacha signal bilan multiradar deb ogohlantirdi. Distansiya yomon emas. Eslatib o'taman, multiradar mana chap tomonimizda turibdi, ana oq turibdi-yu. O'sha bizda multiradar. Xo'p, qaranglar, multiradardan o'tdik, lekin signalni qo'yib yuborgancha yo'q. Xo'p, ko'ramiz, men keyinroq tezlik olaman. Mana signal qo'yib yuborsin. Xo'p. Signal ketdi, ana endi haqiqiy signalga qarab harakatlanamiz. Ikkinchi multiradargacha taxminan ancha masofa bor. Hozir 80 tezlikda harakatlanib boryapmiz. Hop. Biz ham harakat qilishdi. Multiradar. No, taxminan 400 metr bor, azizlar. 400 metr bor. O'ng qo'lda turibdi. Ana o'ng qo'lda ana multiradar turibdi 623 Hozir endi bitta oldi va orqa tomondan ham ko'rib ko'ramiz. Qanaqa natijalar bizga ko'rsatar ekan. Xo'p, nazorat qilib oldik. Katta yo'lga tushib oldik. Radar belgisini ko'rdik. Mana radar 70 ga deb ogohlantirgan. Va gazni bosamiz. Iloji bo'lsa birinchi polosiga o'tsa yaxshi bo'lardi, lekin Cobalt uchib kelishgan ekan. Xo'p, ko'ramiz mana tezligimiz o'rtacha, nazoratgacha ham Multiradar. juda ham zo'r natija sizlar. Juda ham zo'r natija. Sekinlaymiz. Chap qo'lda mana ikki tomonni ham bizni nazoratga olib turgan oq Nexus avtomobiliga o'rnatilgan multiradar turibdi. Xo'p. Endi bu yoqdan tezlikni oshiramiz. Mana o'ylab ko'ring, siz bu ishni qayta takrorlamang, doim tezlikka amal qilib tezlikni oshirmasdan harakat qiling. Xo'p, mana signal o'chdi. O'chirdi mana. Xo'p. Tasavvur qiling, 90 tezlikda ketyapsiz, oldingizda furalar ham bor, radar borligini bilmaysiz va harakatlanib ketyapsiz. 80 tezlikda ketyapsiz, ko'ramiz. Xo'sh. Multiradar. Endi azizlar qaranglar, 90 tezlikda ketayotgansiz, necha marta to'xtashga ulgursa bo'lamiz. Plavna, ya'ni sekinlik bilan sekinlab keldim men. 600 metr. Mana ogohlantirib hammasini cheki-peki qilib turibdi. Ekranda ham barcha ma'lumotlar bor. Chap tomonda sizlarga ko'rinyaptimi bilmayman, multiradarning belgisi turibdi va signallar 5 ta to'la turibdi deyapti. Undan keyin radar keladi deyapti. Hikvision radari bor deyapti. 70 ga o'rnatilgan. Hozirgi tezligingiz mana 60 deb ko'rsatib qo'yibdi. Bundan ortiq yana nima kerak sizlarga? Hikvision. Mana yana multiradardan o'tdik. Mana Hikvisionni ham aniqladi. Rasmi bilan chiqdi. Necha o'rnatilgani, necha metr qolganini ham ko'rsatib turibdi. Ideal qurilma. Mazza qilib ishlatasiz azizlar. Xo'p, azizlar, mana gibrid qurilmalar, ya'ni kombo ustroystvolar, ham video registratori, ham radar detektori qiziqqan foydalanuvchilar uchun radar detektor. Chota nimadir? Multiradar. Qaranglar, multiradar qancha masofada aniqlab beryapti.
multiradarga hali ancha masofa bor, yo'lni narigi chekkasi turibdi, ya'ni chap tomonda turibdi. Chap tomonda ana furalardan o'tganimizdan keyin chap tomonda ana turibdi. Har ikkala yo'lni ham nazoratga olib o'tiribdi. Xo'p, bu yoqdan o'tganimizdan keyin hozir eslatib o'taman, biz hozir Sirdaryo Sardobada biza yana bitta multiradar turibdi u yoqda, to'g'rimizda. Oq multiradar 623 2. Xo'p, hali eskisini signalini qo'yib yormadi. Даже bu yangisini ushlab turibdi o'shani. Qaranglar. 300 metr. Bemalol juda ham uzoqdan aniqladi ana. Ya'ni signal ovoz pasaymayapti-da, ana baland bo'lib boryapti. Demak, aniqlagan buni ham. Qoyilmisiz? O'ng qo'l tomonimizdan ham multiradar turibdi. Ana o'ng tomonda 623 2. Distansiyalar juda ham ajoyib. Ko'ramiz, hozir ham yo'qdan nazorat qilamiz-da. Oldi tomondan ham ko'ramiz. Mana signalni qo'yib yubordi. Multiradar signalni. Ham qarang, bu yoqda ikki xil zastavkasi bor, ya'ni ekran lavhasi bor. Xohlasangiz soat, vaqt, kunni ko'rsatadi. Xohlasangiz tezligingizni ko'rsatadi. Hozir bizada stok holatda bo'lgani uchun faqatgina oy, kun, soat qolib ketgan. Uni sozlamadan to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Mana nazorat qildik. Buni qiyshab ketib qolyapti. Salgina kamerani qiyshroq o'rnatibman. Nичего страшного. Asosiysi bizga deteksiya muhim. Xo'p. Multiradar. Mana kamida 600 metrdan aniqladi. Mana eslatib o'taman, 300 metr mana bu yoqda znak turibdi. Razvorotga. Razvorotdan yana ozroqroq o'tib to'xtab turibdi. Taxminan 500, 600, 700 metrgacha ham borsa kerak. Chap tomonda turibdi. Xo'p, endi tezlik olishga harakat qilib ko'ramiz, lekin oldimizda juda ham ko'p yuk mashinalar turibdi. Men o'zim 05 ga qo'yganman, shuning uchun uzoqda va umuman ko'rinmagandek ko'rinib turibdi, lekin yuk mashinalar juda ko'p. Yuk mashinalar juda ham signalni yopadi. Mana signal qo'yib yubordi, eski multiradar signalini. Hozir yangisiga qarab harakatlanib boryapmiz, lekin ko'rib turganingizdek, sizga ko'rinyaptimi bilmayman. Multiradardan bu tomonga o'tib olamiz. Bu yoqqa o'tdi bu mashin, biz bu yoqqa o'tamiz. Hikvision aniqladi. No, multiradarni ham aniqladi. Taxminan 300 metr bor. Mana 300 metr bor. Mana yaqinlashyapmiz. Mana endi yetib kelamiz. Ana o'ng tomondan ko'rsataman sizlarga. Shuncha yuk mashinalar bor edi. Shu signallarni blokirovka qilgan taqdirda ham ancha uzoq masofada aniqlab berdi. Mana o'ng tomonda 617 2 turibdi. O'tdik ana. Xullas do'stlar, ishlar shunaqa multiradarga, yana boshqa radarlarga ham test qilib beraman sizlarga.